Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram azizlar, navbatdagi juma suhbati ko'rsatuvimizda insonlar orasida bo'lib turadigan ba'zi bir ziddiyatlar, bir-biri bilan yuz ko'rmaslik holatlari va ularni yarashtirish, ya'ni oralarni isloh qilish borasida bugun suhbatimizda aynan shu mavzuda suhbatlashamiz inshaalloh. Bugungi ko'rsatuvimizda mehmon bo'lib qatnashayotgan ustozimizni tanishtiramiz. Toshkent shahar Yakkasaroy tumani Yakkasaroy jome masjidi imom xatibi Salohiddin domla Toshanov bo'ladilar. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz studiyamizga. Yana bir bor sizni studiyamizda ko'rib turganimizdan g'oyatda xursandmiz. Domla, yuqorida aytib o'tganimiz insonlarning orasini isloh qilish, ya'ni bir-biri bilan shunaqa ziddiyatga borib qolgan holatlarda umuman shu orani isloh qilish borasida Alloh taoloning muborak kalomi Qur'oni Karimda qanday oyatlar kelgan, shu haqida dastavval so'zni boshlasak. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Dinimizda ta'limotlarga e'tibor beradigan bo'lsak, dinimiz barchamizni o'zaro ahillikda, ittifoqlikda, bir-birimiz bilan doimo yaxshilikda bo'lishlikda, hamjihat bo'lishlikka buyurgan din. Endi hayot ekan, inson ba'zi bir holatlarda tushunmovchiliklar, nizolar kelib chiqishi bor. Ana shu nizolar kelib chiqqan vaqtida odatda nizoni chiqargan ikki shaxs bo'lsa, bu nizoni ikkala shaxs birdaniga boshlashi qiyin bo'ladi. Ya'ni u ham birinchi qadam tashlashgisi kelmaydi, bu ikkinchi tomon ham tashlagisi kelmaydi. Alloh taolo mana shu joyda uchinchi bir shaxsni, o'shalarning o'rtasini isloh qilishlikka buyuradi. Mana shunday buyruqlarning biri Alloh taolo Qur'oni Karimda Anfal surasini birinchi oyat karimasida marhamat qilib aytadi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Fattaqulloha va aslihu zata baynikum. Allohdan taqvo qilinglar va oralaringizni isloh etinglar deydi. Ana bu yerda Alloh taoloning oyatiga e'tibor beradigan bo'lsak, Alloh taolo birinchi o'rinda taqvo qilinglar deydi. Demak, Allohdan taqvo qilgan banda hech qachon birov bilan gina adovatga bormaydi. Agar xatolikka borib, gina adovatga bordim, endi Allohdan qo'rqinglar. Nimadan qo'rqinglar desa, ana o'sha gina adovat saqlab yurishlikdan Allohdan qo'rqinglar degan. Mana bu oyatda endi Alloh taolo ikkinchi bir jihatni keltiryapti. Ikkinchi bir jihat nimasi? Birinchi jihati Allohga taqvo qilishga buyuryapti. Ikkinchi jihati oralaringizni isloh etinglar. Ya'ni Allohning amri. Demak, orasini isloh etgan banda taqvodor banda bilan savobda darajada bir degan. Ya'ni bir inson gina adovat o'tib qoldi, sen menga borib qoldi, urushib qoldi. Ana shu urushib qolgan insonlar birinchi qadamni tashlab orani isloh qilishlikka o'tsa, Alloh unga taqvo sifatini berar ekan. Muttaqi bandalar bilan savobda, martabada teng bo'lar ekan. Shuning uchun ham Alloh taolo o'ziga taqvo qilishlikni buyurib, uni so'ngidan orangizni isloh qiling. Ya'ni savobda darajada teng bo'lgan amal ekanligini Alloh taolo bu oyatida bayon qildi. Yoki boshqa oyatida karimasiga olib qaraydigan bo'lsak, Alloh taolo mana jamiyatda ba'zi bir mo'min musulmonlar bir-biri bilan gina adovat saqlab qoladi. Xuddi shunday bir-biri bilan gina adovat yoki arazlash holatlari qayerda bo'lsa, oilada bo'ladi deydi. Er xotin o'rtasida bo'ladigan holatlarda ham Alloh bunga ham o'zi yechim qilib beradi. Bizga yechimni ko'rsatib beradi. Bizdan faqat o'sha yechimni qo'llash va hayotga tatbiq qilish qoladi. Mana shunday oiladagi arazlashlar yoki gina adovatlar paydo bo'lsa nima qilishlikni Alloh bizga boshqa oyat-i karimasida marhamat qilib aytadi. Astagfirullah. Va in khiftum shiqaqa baynihima fab'asu hakaman min ahlihi va hakaman min ahliha. Yurida islaha yuwaffiqillahu baynahuma. Innalloha kana aliman khabira. Ushbu oyatda ham qarang, oyatga e'tibor beradigan bo'lsak, Alloh taolo aytadiki, agar ikkovlarini, ya'ni er xotinni oralari buzilishidan qo'rqsangiz, u tomondan ham, ya'ni er tomondan ham, ayol tomondan ham bir hakam chaqiringlar deydi. U yerda Alloh taolo birinchi oyat-i karimasida o'zaro isloh qilishlikka buyurgan bo'lsa, bu yerdagi endi isloh boshqa uchinchi bir shaxs tomonidan isloh qilishlikka Alloh buyuryapti. Oilada er xotinning o'rtasida shunday gap ochdimi, arazlashib qoldimi? Endi buni isloh qilishlik yo'li ayol tarafdan, erkak tarafdan bir hakamni chaqirib,
agar deydi Alloh taolo shu joyda biz uchun bitta katta o'git borda. Bugungi jamiyatimizda biz yo'qotayotgan narsamiz desak bo'ladi. Mana biz imomlar ko'pincha oilaviy yarashtirishlarga borganimizda, mahallalarda yarashtirishga borganimizda mana shu oyati karimadan biroz uzoqlashganini ko'ramizda. Alloh taolo bu oyatga e'tibor bersak, ikkita hakamni chaqiringlar, agar ular isloh qilishligini iroda qilsalar, Alloh ikkalasini o'rtasini muvofiqlashtirib qo'yadi. Ko'pincha qo'shilib ketib qolishadi. Bu yerda bizni yo'qotadigan narsa nima desa, bizda o'sha mahallalarda uchrashganimizda, shunaqa oilalarni yarashtirishga borganimizda, ikkala hakam bo'lib kelgan insonlar odatda yarashtirish niyatida bo'lmaydi-da. O'zini haqligini isbotlash uchun, qizini haqligini yoki o'g'lini haqligini isbotlash uchun, o'zini oqlash uchun kelib mahallada o'sha joyda yig'ilishadi. Natija nima bo'ladi desa, natijada ko'proq yarashtirish o'rniga janjalni kattalashtirib qo'yadi. Ana shu joyda Alloh taolo bizga agar o'sha hakamlar deyapti. Agar o'sha hakamlar isloh qilishligini, ya'ni o'rtasini yarashtirishligini iroda qilsalar, yuvaffiqillaha baynahuma. Alloh taolo ikkalasini o'rtasini o'zi muvofiqlashtirib qo'yadi. Bir-biriga iliqlik qilib qo'yaveradi. Faqat niyat to'g'ri bo'lishlik kerak ekan. Demak, bu oyatdan ko'rinadiki, er xotin o'rtasini yarashtirmoqchi bo'lgan ikkala tomon hakam uydan chiqar ekan. Qizimni haqligini isbotlab kelaman, qizimni obro'yini ko'tarib kelaman yoki o'g'limni obro'yini ko'tarib kelaman deb emas, balki shular yoshlarni oilasini yarashtirib kelaman degan niyatda chiqish kerak ekan. Ana shu niyatda chiqarsa, Alloh taolo uni ham qalbiga, kelinni ham qalbiga, kuyovni ham qalbiga iliqlikni solib qo'yar ekan. Alloh o'zi qodir zot. Oyatida va'da beryaptimi? Buni amalga oshiradigan zot. Va'dasi hech qachon xilof qilmaydigan zot. Mana bu oyatda ham Alloh taolo orani isloh qilishlikni fazilatini bizga bayon qilyapti. Yoki boshqa oyati karimasida ham Alloh taolo aytadi: Astagfirullah, la khayra fi kaseerin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin baynan nas wa man yaf'al zalika ibtigha'a marzatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Ushbu oyati karimada ham Niso surasini 114-oyat karimasida Alloh taolo aytadiki, ularning ko'p shivirlashib gaplashishlarida yaxshilik yo'q. Ya'ni mayda-mayda gaplarda yaxshilik yo'q deydi. Magarki deydi, faqat sadaqa berishga, ezgulikka yoki odamlar o'rtasini isloh qilishga buyurgan bo'lsalar bu yaxshi deydi. Qarang, oddiy mayda-mayda gaplar emas, balki bir-birini yaxshilikka buyurgan bo'lsa, amr va ma'rufga buyurilgan bo'lsa, sadoqatga buyurilgan bo'lsa, ezgulikka buyurgan bo'lsa, odamlarning o'rtasini shu gaplar bilan isloh qilishlikka buyurilgan bo'lsa, mana shu ish yaxshidir deydi Alloh. Bundan ham yuqorida aytganimiz holatga bog'lasak bo'ladi. Ya'ni u unday dedi, bu bunday dedi, u undoq bo'ldi, bu bundoq bo'ldi degan gaplardan ko'ra o'rtasini isloh qilishlik. Misol uchun mana biz imomlar aytamiz, kelib o'tirishi bilan endi oldingi qozonni yopinglar. Hayotni endi yaxshilik bilan boshlamoqchimisizlar? Oppoq qog'ozdan boshlanglar. Tasavvur qilinglar, hozir siz nikohlandingiz, hozir oila qurdingiz. Qanday yashardingiz? Xuddi shunday. Mayli, xatolar hammada bo'ladi. Xatoni siz ham kechiring. Bu kishi uzr so'rasin sizdan. Siz ham kechiring ayolingizni. Yangi oppoq qog'ozdan boshlang deymiz. Ana shunday gap bo'lsa deydi Alloh taolo, yaxshi deydi. Lekin bir-birini aybini kovlaydigan, bir-birini aybini ko'rsatadigan mayda-chuyda gaplar yaxshi emas deydi. Va bu ishni qilgan insonga, ya'ni yaxshilikka chorlab, orasini isloh qilishlikka aytilgan gaplarni Alloh taolo bu ishlarni Alloh roziligi uchun qilganlarga albatta ajri savob ulug' bo'ladi deydi. Mana shu uchala oyati karimaga ham qaraydigan bo'lsak, mana bu oyati karimada Alloh taolo o'sha insonlarning o'rtasini isloh qilishlikni qanday amallarga tenglashtiryapti. Sadaqa berishlikka, ezgulikka. Misol uchun bir odam Allohning yo'lida ihson qiladigan bo'lsa, mol va dunyosidan. Mol va dunyosini ihson qiladigan bo'lsa, ma'lum bir miqdor boylikka ega bo'lish kerak. Yo'q odam o'zidan yo'q narsani qila olmaydi-ku. Boylikdan ihson qilmoqchi ma'lum bir miqdor boylikka ega bo'lish kerak. O'sha boylikka ega bo'lgan insonda baxillik hislati ketish kerak. Hamma boylik ega bo'lgan ham ihson qilishlikka nafs qo'ymaydi, shayton qo'ymaydi. Demak, mana shu ishlarga Alloh hidoyat berib, bu ishlarni qila olishga o'tdimi? Demak, bir insonni, ikkala urushib qolgan insonni o'rtasini isloh qilib qo'ygan banda ham shular topgan savob darajani topishligini Alloh taolo bu oyat karimasida marhamat qilyapti.
Tashakkur domla, juda o'rinli gaplarni aytib o'tdingiz. Umuman insonga ayniqsa oila mavzusida er xotin o'rtasida ko'p bo'ladigan holatlar ko'p. Mana endi ajrimlarni tepasida turamiz, shunaqa ishlarni guvoh bo'lamiz deyapsiz. Hozirgi yosh oilalar bitta ikkita farzand ko'rgandan keyin erida yoki ayolida birorta qusurni ko'radida, yo men bu er bilan yashamayman yoki bu ayolim bilan boshqa yashamayman degan narsani qat'iy turib olishadi va o'sha isloh qilaman deb kelgan o'sha hakamlar bo'lsa ham yashamasang bo'lmaydi, farzandlaringni bu yerda kelajagi bor, hamma narsani aytiladi, hech narsa ko'zga ko'rinmaydi, faqatgina o'zini o'sha qat'iy gapida turib oladi. Shunaqa holatlarda hozir mana avvallari ham shunaqa bo'lganmi yoki aynan shu zamon talabi yoki bir nimalarni ta'sirimi, nima sabab deb bilasiz shu narsalarga? Endi bu narsalarni kelishligiga sabablarni ko'pini keltirsak bo'ladi. Eng birinchisi ilmsizlik. Mana misol uchun oilalar, yosh oila qurar ekan, yigit u qiz oila qurar ekan, o'shalarni eng birinchi oilaga tayyorlash kerak bo'ladi. Haqqini, huquqini, majburiyatini bilishlik kerak bo'ladi. Mana shu majburiyatni bilmaganidan yoki haq huquqini bilmaganidan bir-biriga nisbatan zulm, bir-biriga nisbatan haqqini poymol qilish holatlari yuz beradi. Sodir bo'ladi. Mana shulardan bittasini aytishimiz mumkin. Mana misol uchun ayol zimmasiga buyurgan burch vazifasi nima? Alloh buyurgan burch vazifa. Erkak emas, er emas, balki Alloh buyurgan burch vazifasi. Nima edi desa, eng birinchisi uydan ruxsat olib chiqishligi, eridan ruxsat olib chiqishligi. Mana shu bitta burchini ayollar bilmaganidan xatolikka yo'l qo'yyapti va buni ketidan ko'p kelishmovchilikka sabab bo'lyapti. Misol uchun er uyga kelyapti, ayol uyda yo'q. Qayerdasan desa, otamniki, onamnikiga, falon joyga deb chiqib ketdi. Nega bir og'iz so'ramaysan? Ana shundan mayda narsa o'zi aslida, ko'zga ilinmas narsa, lekin shu burchni bilsaydi ayol nima qilardi? Ha, men falon joyga borib kelsam maylimi deb so'rardi. O'z-o'zidan muammoga duch kelmas edi. Shunday. O'zidan muammoga duch kelmas edi. Bir izdihomda bir ustozimiz aytib bergandilar, shahrimizda bo'lgan voqeani. Bir ota ukasini, bemor ukasini ziyoratga borib, ziyorat qilib kelamiz deb hamma oilasini olib chiqib ketayotsa, eshigidan darvozasini oldi, endi chiqamiz deb tursa, uzatib yuborgan qizi ko'rgani kelgan ekan. Ko'rgani kelib salom alaykum degandan keyin, "Ha, bir yoqqa ketyapsizlarmi, adajon?" desa, "Ha, amaking biroz betob ekan, oilaviy borib ko'rib kelmoqchimiz." "Yaxshi bo'ldi, seni ham kelganing, bir bahonada biz bilan borib ko'rib kelasan." desa deydilar. "Qizim bir gap aytdi" dedi, "ko'zimdan yosh chiqib ketdi" dedi ota. "Nima edi u?" desa, "Adajon, sizlar borib kelaveringlar, men erimdan shu ota-onamnikiga borib kelay deb ruxsat so'ragandim, amakimnikiga borishim aytmovdim. Mayli, boshqa safar kelarman" deb chiqib ketyapti. "Qizim ketyapti" deb orqasidan ho'ngrab yig'layib ketyapman. Ayolim chiqib, "Ha, nima bo'ldi? Nega yig'layapsiz?" desa, "Bugun o'rgatgan ta'limimni mevasini ko'rdim, shu yig'ladi" deyapti. Demak, mana shu narsa ta'lim yo'qligidan mana shu muammolarga kelib chiqyapti. Qolaversa, Payg'ambar alayhisalomdan hadis sharif bor. Payg'ambar alayhisalom hadislarda keladi. Shayton har tongda o'zini askarlarini yer yuzidagi insonlarni yo'ldan ozdirishga jo'natadi. Taxtini sud ustiga quradi va askarlarni, insonlarni yo'ldan adashtirishga jo'natadi. Adashtirib kelgan askarlardan "Sen nima qilding?" "Ha, men falon ishni qildim." "Ha, hech ish qilmabsan." "Sen nima qilding?" "Men falon ishni qildim." "Bunga ham hech ish qilmabsan." Ichidan biri "Sen nima ish qilding?" desa, "Men er xotinni o'rtasiga janjalda keltirib chiqarib, ularni ajrashishga sabab bo'ldim" desa, "Sen eng ulug' ishni qilsan, yonimga kel" deb o'zini yoniga chaqiradi. Mana shu joydan ham bilamizki, demak, er xotinni o'rtasini buzuydigan eng katta dushman bu shayton bo'lar ekan. Hech qachon ular ahilligida, ittifoqlikda yashashni istamas ekan. Ularning orasiga doim bir fitnani, bir kelishmovchilikni, bir janjalni solishlik shaytonning amali ekan. Uchun oila qurganda er xotin ikkalasi ham bu holatdan juda ehtiyot bo'lishlik kerak. Asosan shayton qanday holatda foydalanadi desa, shayton foydalanadigan, er xotinning o'rtasini
buzishlikka olib boradigan yo'llardan bittasi jahl, g'azab. Mana shu ikkita holatda erkak ham, ayol ham o'zini biroz bossa, mana shu holatdan qutulib ketadi. Shaytonning vasvasasiga uchramaydi. Lekin shu ikkalasida ham er ham, xotin ham jahl ustida o'zlarini bosa olmasalar, unda shayton xohlagan ishini qildiradi unga. Xohlagan gapini ayttiradi. Ana shuning uchun ulamolarimiz aytadiki, erkakda g'azab kelib turganda xotin jim bo'lsin deydi. Eshitsin, nima nasihat qilsa eshitsin. Ayolda shunaqa holat bo'lib turibdimi deydi. Erkak uni eshitmaslikka olsinda bir ko'cha aylanib kelsin. Yoki bir namozga chiqib kelsin deydi. Qaytib kelib o'ziga sal hovuridan tushgandan keyin nasihatini qilsin. O'sha joyda nasihat qilsa bo'lmaydi deydi. Demak, oilani isloh qilishlik Payg'ambar alayhisalomdan sunnat ekan, bizga ta'limini o'rgatgan ekanlar. Oilani buzishlikka olib boradigan narsa nima edi desa, bu shaytonning vasvasasi ekan. Shuning uchun oila qurar ekan, yigitdir, qizdir, voyaga yetyaptimi, ota-onani zimmasida faqat zebu ziynat, moli davlat emas, balki o'shalarni burchi vazifasini o'rgatishlik bilan oilalar isloh bo'lib boraverar ekan. Payg'ambarimiz eng xulqlarni go'zali bo'lib kelgan zot. Shulardan kelgan orani isloh qilish namoz, ro'za, sadaqa berishdan-da afzal amal deb kelgan hadislarni sharhlab bersangiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan Imom Termiziy bobomiz rivoyat qilib keltirgan hadis sharif bor. Payg'ambar alayhisalom aytdilarki: "Ala ukhbirukum bi afdala min darajati siyami was salati was sadaqati?" Qalu bala, qala islahu zatil bayni. Sizlarga namoz, ro'za va sadaqadan ham afzalroq amalni xabarini beraymi dedilar. Shunda sahobalar, "Ha yo Rasululloh, xabarini bering" deganlarda, o'rtani isloh qilish dedilar. Qarang, mana shu hadis sharifda ham namoz, ro'za yoki sadaqa deyilganda qaysi amallar turadi desa, bu yerda namozdan murod nafl namozlar. Ro'zadan murod nafl ro'zalar. Sadaqadan ham murod nafl sadaqalar. Inson har kuni namoz o'qiy olmasligi mumkin. Nafl ro'zani tuta olmasligi mumkin, nafl namozni o'qiy olmasligi mumkin. Lekin bir insonni ikkinchi bir inson bilan o'rtasidagi o'sha munosabatni tiklab qo'yib, o'rtasini isloh qilib qo'ysa, o'shani savobini ega bo'lishligini Payg'ambar alayhisalom aytayaptilar. Mana shu joyda Hazrati Imom Avzoyi rahmatullohi alayhni bitta so'zlarini ham keltiradilar ulamolarimiz. Nima edi desa, u kishi aytadilarki, Alloh taologa eng mahbub qadam deydi. Alloh eng yaxshi ko'radigan qadam. Qaysi desa, bu kishi aytgan ekanlarki, ikki inson orasida yarashtirish yo'lida bosilgan qadamdir. Ikkita insonning o'rtasini yarashtirish uchun bosilgan qadam Allohga eng mahbub qadam. Va yana aytdilarki, kimki ikki kishi orasini yarashtirishni amalga oshirsa, o'rtasini isloh qilib qo'ysa, Xudo uchun. Xudo uchun o'rtasini isloh qilib qo'ysa, Alloh taolo uni do'zaxdan ozod qilishni aytadi. Qarang, insonni do'zaxdan ozod qilishlikka olib boradigan amal ikkita urushib qolgan insonning o'rtasini isloh qilib qo'yish ekan. Qolaversa, dinimizda ba'zi bir gunohlar bor. Gunoh bo'lish bilan birga harom amal ham. Ba'zi bir shunday gunoh bo'lgan amallarni ham orani isloh qilishlikda ishlatsa gunoh bo'lmasligi keltiriladi. Mana misol uchun yolg'on so'z. Payg'ambar alayhisalom hazillashib bo'lsa-da yolg'on gapirmanglar deganlar. Hazillashib bo'lsa-da yolg'on gapirmanglar degan. Hadis sharifda keladi. Hazillashib bo'lsa-da yolg'on gapirmagan kishiga men jannatni o'rtasidan qasr egasi bo'lishiga kafolatini beraman degan. Yoki yolg'onchi meni ummatim emas deyaptilar. Yolg'on harom amal, gunoh amal. Chunki agar hayotdan olib qaraydigan bo'lsak, hamma xatoliklarni, hamma yomonliklarni boshida nima turadi? Birinchi yolg'on turadi. Lekin ana shunday yolg'on, gunoh bo'lgan amalni shariatda 3 ta o'rinda qo'llashga shariat ruxsat beradi. 3 ta o'rinda. Biri, ikki musulmonning orasini isloh qilish uchun ishlatsa bo'ladi yolg'onni, gunoh bo'lmaydi. Ikkinchisi, er va xotinni o'rtasini isloh qilishda ham ishlatsa gunoh bo'lmaydi. Uchinchisi esa urush maydonida g'alaba qozonish uchun yolg'on ishlatishlik durust bo'ladi. Qolgan o'rinlar durust emas. Qolgan o'rinlarda gunoh bo'ladi.
Qolgan o'rinlarda bu hattoki o'sha hadis shariflarda aytganda meni ummatim emas degan ummatlik maqomidan chiqib ketib qoladi. Lekin shu holatda bu mavzumizga taalluqli bo'lgan joy qaysi? Ikki birodarning o'rtasini isloh qilish edi. Misol uchun, ikkita birodar urushib yuribdi. Biz bilamiz o'sha kimligini ikkalasini ham. Biri bilan uchrashib qoldik. Falonchi bilan o'rtangizda bir gap o'tibdi, gap qochibdi. Ha, unday desa, lekin u men eshitdim, sen haqingda juda yaxshi gaplarni gapirdi. Men xato qildim deyapti. Sen haqingda yaxshi gaplarni gapirdi deb turib, unga o'zi gapirmagan, lekin gapirdi deb turib aytishligi durust deydi. Yoki sherigi bilan uchrashib qolganda ham uni ham bunga nisbatan nafratni o'rniga muhabbatni paydo qiladigan so'zni aytishligi, aytmagan bo'lsa ham shunday dedi deyishligi, bu ham ruxsat o'rin deydi. Oilada ham xuddi shunday. Er xotinning o'rtasini isloh qilish uchun aslida shu aytgan gapidan ering ancha afsuslanyapti, nadomat chekyapti, xato qilganini bilyapti. Keyin oilasini isloh qilib qo'ya qolgin. Keyin endi o'jarlik qilmagin, yarashgin degan so'zni aytishligi eriga, ayoliga nisbatan yoki eriga ham shunaqa so'zlarni aytib o'rtasini isloh qilishlik uchun shu yolg'on so'z ishlatishganda gunohkor bo'lmaydi. Qarang, qaytarilgan amal, lekin shu odamlarning o'rtasini isloh qilish uchun dinimiz ruxsat beryapti shunga. Shundan ham bilamizki, dinimizda o'rtani isloh qilishlik o'sha banda uchun eng ulug' savob va ajrlardan biri bo'lar ekan. Mana bunga bir misol qilib keltirishimiz mumkin. Nafaqat ajr savob beradi, balki Alloh taolo o'sha bandani hojatini chiqaradi. O'sha bandaga o'zi yordamchi bo'ladi. Bir kuni Fatima onamiz roziyallohu anha Hazrati Aliga qarab aytdilarki, Ali, siz bu Hasan, Husayn qorni och, yig'lab turibdi. Bir nima olib keling dedilar. Hazrati Ali chiqdilar, cho'ntagidagi pullari hech narsaga yetmaydi. Juda kam miqdorda pullari bor ekan. Shunda yurib ketarkanlar, Hazrati Ali yurib ketarkanlar, o'sha joyda ikki nafar insonni janjallashib turganini ko'rdilar. Nima uchun janjallashyapsizlar desalar, shu cho'ntagidagi pullari 5-6 dirham pullari bo'lgan ekan Hazrati Ali. Shu biri ikkinchisidan shu 6 dirham pul olgan, shuni bermasdan janjallashib turganini ko'radilar. Shunda Hazrati Ali shunday cho'ntagidagi pulni shuni chiqaradi, haligi qarz bergan odamga mana puling bo'ldi deydi. Ikkovini isloh qilib jo'natib yuboradilar. Qaytib keladilar, uylariga kelsalar, Fatima onamiz quruq qo'l bilan kelganlarning nima bo'ldi desalar, bo'lgan voqeani aytadilar. Fatima onamiz xursand bo'lib ketadilar. "Ya, nimaga unday qilasiz? O'zimizga kerak edi-ku, nega bir nima olib kelmadingiz?" demagan ekanlar-da. Bizda bugun hayotimizda ko'p shunaqa holatga duch kelamiz. Fatima onamiz nima qildilar? Fatima onamiz xursand bo'lib ketdilar. "Yaxshi ish qilibsizlar" dedilar. Shu bilan yana endi turgandilar, haligi bolalar yig'lashga tushdi. Ko'ngillari bo'lmay ko'chaga chiqdilar. Allohga tavakkal etib chiqdilar. Ko'chaga chiqsalar, bir odam yaxshi bir ulovni bir odamga duch keldida, yaxshi qo'lida tuya yetaklab kelardilar. "Ey Ali, mana shu tuyani sen ol, mendan sotib ol shuni" dedilar. Hazrati Ali, "Pulim yo'q meni. Ola olmayman bu tuyani" dedilar. "Ya sen olgin shuni, yaxshi tuya" dedilar. "Yo'q, ola olmayman pulingni. Ha, topganingda berasan" dedilar-da, qo'llariga tutqizib ketdi. Bu tuyani endi oldilar, qarzga oldilar, nima qilishini bilmayaptilar. Biroz yurganlardan keyin yana bir odam duch keldi Hazrati Aliga. "Ey Ali, shu tuyani menga sot" dedilar. Tuyani o'zi 150 dirhamga oluvdilar. 300 dirhamga olaman, menga sot dedi. Bu tuyani qarzga olganman, hali ana qilmaganman, o'zimga shunchaga kelgan. Dedilar, "Yo, men 300 dirhamga olaman, shuni sotgin" dedilar. Xo'p dedilar, sotdilar. 300 dirham oldilar, uylariga bozor o'choq qilib olib keldilar. Bozor o'choqqa olib kelib, uydagilarni xursand qilib Rasulullohning oldiga bordilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam jilmayib turib, "Ey Ali, qani bu tuya voqeasini gapirib beringchi" dedilar. Bo'lgan voqeani aytdilar, Rasululloh kuldilarda. "O'zi tuyani sotgan bilan tuyani sotib olganini bildingizmi?" dedilar. "Yo'q" dedilar. "Siz o'sha ikkita odamni o'rtasini isloh qilib qo'yganingiz uchun Alloh taolo Jabroil farishtani tushirib tuyani sizga sotdi, Isrofil farishta tuyani sotib oldi sizdan" degan ekan. Ana bu joyda nimani ko'ramiz? Qarang, bir insonni
ikkala urushib qolgan inson o'rtasini isloh qilganda Alloh bu kishining hojatini chiqarish uchun ikki buyuk farishtasini tushirib qo'ydi. Demak, biz bugun o'zimizni olib qochayotgan narsa isloh qilishlik. Yarashtirgin desa, gapimni quloq solmaydi. Gapimni olmaydi, nima qilaman? Borib deymizda. O'sha narsa aslida biz uchun o'zimiz uchun foyda ekanda. Borib o'rtasidan Xudo uchun isloh qo'yishlikka bir sababchi bo'lsak, hali gapimizni olmasa ham borib Xudo buyurgani uchun shu ishni qilib qo'ysak, Alloh taolo bizni o'zimizning hojatimizni chiqarib qo'yar ekan. Jamoat orasida yuramiz, mahalla ko'y, hamma inson bir-biri bilan aloqada bo'ladi. Arzimagan holatlarda nizo chiqib ketib qolish holatlariga guvoh bo'lib qolamiz. Keyin insonlarning orasida xuddi bir-biriga adovati bordek muomalada bo'lib qoladi. Ayniqsa ko'chada, yo'llarda ketayotganimizda. Nima deydi? Yo'lda bir endi har xil tasodif, yo'lda bir holat bo'ladi. Kimdir yo'lni qisib qo'yish mumkindir, hamma ham tartib bilan yura olmasligi mumkindir. Shunaqa holatlarda darrov ko'zingga qaramaysanmi, xuddi bir har xil qo'pol gaplar bilan dilini ranjitishga sabab bo'ladi. Shunaqa holatlar yuzaga kelib qolishi uchun nimalar sabab bo'lyapti ekan, domla? Mana bu ko'chada deymizmi? Qarindosh orasida deymizmi? Aka-ukani orasida deymizmi? Hammasida sabablar bir qancha bo'ladi. Birinchisi o'sha shaytonning vasvasasi, shaytonning istagi. Banda o'sha shaytonning aytganini teskarisini qilishi kerak bo'ladi. Misol uchun ko'chada birovga bilmasdan birovni yo'lini to'sib qo'ydik. Ro'para kelganda hali baqir-chaqir qilmasdan, boshqa qilmasdan uzr so'rab qo'ysak, bo'ldi shu narsa. Lekin shayton bizdan uzr so'rashimizni istamaydi. U kelib nega meni siqib qo'yding desa, nima qilibdi deydi. O'sha teskari narsani qiladi. Nimadan kelib chiqadi bu desa, albatta bu narsa ko'proq o'zini fikrini haq deb bilishlikdan kelib chiqadi. O'zini tutgan yo'lini to'g'ri deb bilishlikdan kelib chiqadi. O'zi men haqman deyishlikdan kelib chiqadi. Dinimiz Payg'ambar alayhisalom ta'limotiga qaraydigan bo'lsak, Payg'ambar alayhisalom 3 toifa insonni jannatning kafolatini berganlar. Jannatga kiradi deb kafolatni berganlar. Birinchisi yuqorida aytganimiz, o'zi hazillashib bo'lsa-da yolg'on gapirmagan inson. Ikkinchisi deydi, Payg'ambar alayhisalom hadisida keladiki, ana za'imun bi baytin fi rabadil janna liman tarakal miraa wa in kana muhiqqan. Aytadilarki, men dedilar, shunday kishiga jannatga kirishligini va jannatni bir chetidan qasrni egasi bo'lishligini, bir uyni egasi bo'lishligini kafolatini beraman. Kimiki tortishuvdan yuz o'girsa deydi. Tortishuvdan yuz o'girsa. Endi hadisning oxirida va in kana muhiqqan deydi. Agarchi haq bo'lsa ham deydi. O'zi odatda kim tortishadi? Men haqman, men to'g'riman deb turgan odam tortishadi-da. Payg'ambar alayhisalom mana shu tortishdan qochgin deyaptilar. Men senga jannatni bir chekkasidan qasrni egasi bo'laman. Bu degani jannatga kirasan. Jannatga kirganda ham bir qasrni egasi bo'lasan deb kafolatni kim beryapti? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam beryaptilar. Men kafil bo'laman senga jannatga kirishingni. Bu ish eshitganda oddiy tuyulishi mumkin. Lekin bajarishga kelganda qiyinroq. Mana misol uchun yuqorida aytganingizdek, mashinada shu holat bo'ldi. Kimdir bizni siqib ketdi. Misol uchun o'sha siqib ketgan insonga tortishimiz mumkin. Meni yo'lim to'sding deyish mumkin. U bilan baqir-chaqir qilish mumkin. Lekin bu ham bilmay qolgandir. Yaxshilikni yo'yib, ko'rmay qolgandir deb turib, tortishdan o'zini qochib ketsa, o'sha odam jannat bo'ladi. Yoki oshna og'ayin o'tiribdi. Bir davra o'tiribdi, bir 40 ga yaqin ulfat o'tirishibdi. Ichida bittasi bilan talashib qoldi, tortishib qoldi. U talashib tortishayotgan odam hech qachon birovning gapini olgan odam emas. Biladi o'zi ham. Mana shu joyda, bo'pti mayli. Sen o'zingnikini bilan qila qolgin, men o'zim bilganimni qilaman deb qo'ysa, tortishmasdan. Shu joyda aslida bunday o'ylab qaraydigan bo'lsangiz, shu 40 ta ulfatning orasida haligi bo'pti mayli deb qo'ygan odam mag'lub bo'ldi-da. U g'ururlanadi. O'chirdim-da o'shani. Og'zini yopib qo'ydim bitta gap bilan deydi. U g'ururlanadi, u g'olib hammani ko'zining o'ngida. Lekin Allohning nazdida u mag'lub, bu g'olib bo'ldi. Nima bilan g'olib bo'ldi bu desa, jim bo'lishlik bilan, tortishdan yuz o'girish bilan va jannat bilan g'olib bo'ldi.
Jannatni kim kafolat beruvdi? Payg'ambar alayhissalom sallallohu alayhi vasallam bizga jannatni kafolatini bergan edi. Demak, mana shu narsalarni o'ylasa, tortishsam shayton meni yomon yo'lga tortib ketadi. Urushsam, talashib tortishsam, bu shayton davom etib ketadi bu narsani. Shu hadisda eshitdim. Rasululloh tortishuvdan yuz o'girganga jannatni kafolatini bergan ekan. Mana shu bilan tortishib o'tirmaydi deb yuz o'girib ketsa, hali aytganimizdek dunyodagi insonlar ichida go'yoki xor bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin Allohning huzurida aziz bo'ldi. Allohning huzurida g'olib bo'ldi. Nima bilan desa, bu g'olib bo'ldi, bu mag'lub bo'ldi. Bu jannatdan quruq qoldi, bu jannatga erishib g'olib bo'ldi. O'shaning uchun shu o'zini haq deb bilgan odam ham tortishuvdan qochishlik kerak ekan. Ana shunda o'rtani har xil kelishmovchiliklar yoki janjallarni oldini olgan bo'lar. To'g'ri, juda ham hayotiy ko'pchilik yengib chiqish qiyin bo'lgan holat. Agar haq bo'la turib, unga teskari qarab ketish, u ichidagi tug'yonni qanaqa o'chirsa bo'ladi. Shuning uchun ham buni mukofoti jannat bo'lyapti-da. Jannat hech qachon osonlikcha erishilmaydi-da. Mashaqqatni, sabrni, o'sha toatni, ibodatni, sobit turishlik bilan erishiladi. Jannatga olib kiruvchi amallarni qarang, hammasida ma'lum bir miqdor mashaqqat bor-da. Lekin do'zaxga olib kiradigan amallarni qarang, mashaqqati yo'q. Oson ularni qilishligi. O'shaning uchun jannatni istagan banda bunga rioyasini qilishlik kerak bo'ladi. Ayniqsa shu aytib o'tganingiz bu hayotdagi holatlarni deyarli hayotimiz ajalmas qismi bo'lgan hozirgi ijtimoiy tarmoqlarda hamma o'zicha haq. Bu ayni gaplaringiz bularga ayni kerakli mavzu bo'ldi deb o'ylayman. Inshaalloh. Endi oilalarda tortishuvlar, qarindoshlar orasida arazlashishlar, keyin har xil shunaqa muammolar ko'payib borayotgan bir paytda nima sababdan insonlarimiz shu kechirimlilikni unutmoqdalar? Bunga nimalar sabab bo'lmoqda? Oilalardagi janjallashuv hasad tufayli. Bir-biriga hasad tufayli. Ovsullarning bir-biriga hasadi, aka-ukalardagi hasad yoki o'sha oilalardagi arazlashishga yana bir sabab desak bo'ladi buni ham. Mol-u dunyoga o'chlik. Mol-u dunyoga muhabbatni qo'yishlik. O'sha mol-u dunyoni sababidan aka-ukalar bir-biri bilan sammanga boryapti. Misol uchun otadan bir uy qolyapti. Uy meniki deb turib bir to'polon qilib kelsa, menda ham haqqi bor deb, meni ham haqqim bor bunda uyda deb. Xullas, mol-u dunyoni sababidan, mol-u dunyoga harislikning sababidan aka-ukachilik, silay rahm uzilib boryapti. Yoki o'sha hasad tufayli, ko'ra olmasligi. Bu aytaylik, Alloh taolo hayoti dunyoni hammanikni bir tekis qilmaganda. Misol uchun oilada ham qaysidir akaga Alloh qo'lini uzun mol dunyoni keng qilib berib qo'yadi. Qaysinidir Alloh taolo kalta qilib qo'yadi. Bu Allohning taqdiri. Oilada ham shunday, jamiyatda ham shunday. Shuning uchun ham payg'ambar alayhisalom hadis shariflarda aytadilarki, men sizlarni qo'rqadigan narsam deydilar. Oldingi insonlarga, oldingi qavmlarga berilgan dunyoni kengligi, shundan qo'rqaman. Dunyoni kengligi ularga berilgan, sizlarga ham shu dunyoni keng qilib beriladi. Dunyoni muhabbati tufayli bir-biringizga adovat, dushmanlikka borib, sizlarni shu dunyo halok qilib qo'yishdan qo'rqaman. Xuddi oldingilarni shu dunyoga muhabbat, dunyoga hirs halok qilgani kabi sizlarni ham halok qilishlikdan qo'rqaman deganlar. Ya'ni dunyo insonga berilgan dunyo omonatda. U insonning qo'lida bo'lish kerak ekan, ko'nglida emas ekan. Ko'ngliga kirdimi, ana shunday hasadni, ko'ra olmaslikni, unda yo'q bo'lib o'ziga bo'lishligini istashlik mayli shundan paydo bo'lar ekan. Shuning uchun bu narsada avvalo bu dunyoni har qancha ko'p bo'lgan bilan arzimaydi aka-uka bilan sammanga borishlikka. Chunki bu narsa silay rahmni uzilishligi birinchi bo'lib mana hadislarda ham, oyatlarda ham keladi. Silay rahmni uzilishligi insonning hayotidan barakani ketkazadi. Mol dunyosidan barakani ketkazadi. Luqmon Hakim o'g'liga nasihat qilganda aytgan ekanlar. Hargiz silay rahmni uzgan kishi bilan tijorat qilma, birga yurma.
birga turma. Chunki Alloh taolo silay rahmni uzgan kishiga Qur'onda 2 joyda la'natlagan degan. 2 oyatda Alloh taolo la'natlab kelgan ularni. Silay rahmni uzganlarni la'natlab kelgan. Ular bilan ishlaganingda ham foyda topmaysan. Baraka topmaysan. Shuning uchun tijoratni boshlamoqchimi, sherikchilikda boshlamoqchimi? Ulamolarimiz tavsiya bo'ladiki, shu sherigini qanaqa insonligini bir o'rganib qo'y oldin. Silay rahmni uzmaganmi, ota-onasiga, qavmi qarindoshiga chiroyli munosabatda bo'ladimi, yo'qmi? Shuni o'rganib qo'y deydilar. Qolaversa, mana shu silay rahmni uzgan insonlardan Alloh taolo ko'p rahmat va mag'firatlardan mahrum bo'lib qolar ekan. Payg'ambar alayhisalomning hadis shariflari keladi. Imom Muslim o'zlarini kitoblarida bu hadis sharifni keltiradilar. Payg'ambar alayhisalom aytadilarki, jannat eshiklari dushanba va payshanba kunlari ochiladi. Jannat eshiklari ochiladi. Kim uchun ochiladi? Alloh taologa shirk keltirmagan har bir bandani Alloh mag'firat qiladi. Shirk keltirmagan bo'lsa bo'ldi, Alloh mag'firat qiladi. Faqat birodari bilan o'rtasida gina adovati bo'lgan shaxslarga mag'firat qilinmaydi. Birodari bilan deganda 2 ma'noni tushunasiz. Biri mo'min birodari bilan, ikkinchisi tug'ishgan birodari bilan. Tug'ishgan birodar. Chunki Alloh taolo Qur'onda innamal mu'minuna ikhwatun degan. Mo'minlar aka-ukalar degan. Bu yerdagi hadis sharifda ham birodar deganda aka-uka ham tushuniladi. Mo'min birodar ham tushuniladi. Gina adovatni saqlashlik mumkin emas. Shariatimizda 3 kun arazlashish mumkin. 3 kundan ortiq arazlash bo'lmaydi. 3 kundan ortiq arazlagan inson gunohkor bo'ladi. Ya'ni gina adovat bo'ldi, arazlashib qoldimi, 3 kundan ortiq o'tsa, unisi ham, ikkalasi ham gunohkor bo'ladi. Shulardan eng yaxshisi deganlar Payg'ambar alayhisalom birinchi bo'lib uchrashib salomni boshlagan, salom berib boshlagan degan. Odatda gina adovat qilganlar bir-birini ko'rgan teskari qarab ketadi-yu. Ana shu joyda salomni birinchi bo'lib bergan kishi eng yaxshisi ularni degan. Hattoki Payg'ambar alayhisalom hadislarida keladiki, bir birodari bilan 1 yil arazlashib yurgan banda go'yoki 1 yil qonini to'kkan kishining gunohi bilan barobar bo'ladi. 1 yil insonni qonini to'kib yurishlik qancha og'ir gunoh bu. Shu darajada Alloh taolo bu bandani qattiq azob berar ekan. Bu demak er-xotinlar o'rtasida ham xuddi shu. Er-xotinlar o'rtasida bo'ladimi? Bir-biri bilan arazlashgan aka-ukalar o'rtasida bo'ladimi? Qo'rqish kerak bo'ladi. Chunki hadis shariflarda kelyapti, mana shu hadis shariflar o'rtasida agar ular bir-birini kechirmasdan, o'rtasini isloh qilmasdan vafot etsalar, do'zaxga kiradi deganlar Payg'ambar alayhisalom. Shuning uchun har qancha gina adovat bo'lganda ham, har qancha o'tkazganda ham Xudo buyurganini mahkam ushlash kerak ekan. Odatda o'rtasini isloh qilaman desangiz, mandan o'tmagan o'zida ayb deydi-da. Ana shu o'zida ayb deyishlik bilan yillar o'tib ketadi. U menda ayb yo'q, o'zida ayb deydi. Unga borsangiz, u ham shu gapni gapiradi. Natijada yillar bir-biri bilan arazlashib yuradi. Alloh asrasin, o'sha holatda omonat topshirib qo'ysa, u gunohkor bo'ladi. Uni ibodatida ham, duosida ham halovat bo'lmaydi. Ibodatida ham halovat bo'lmaydi. Mana misol uchun Imom Qurtubiy tafsirida bir voqeani keltiradi. Voqea qaysi desa, Musa alayhisalom qavmi bilan birga chiqib Allohdan duo qilib yomg'ir so'raydi. Qayta so'raydilar, yomg'ir berilmaydi. Shunda Musa alayhisalom Alloh taologa yo'rab, "Ya Robbiy, senga duo qilyapmiz. Duolarimizni nega qabul qilmayapsan?" deganda Alloh taolo aytadiki, "Ichingizda bir qarindoshlar bilan qarindoshchilik aloqasini uzgan inson bor. O'sha sababidan duolaringlar ijobat bo'lmayapti" deydi. Shu joyda Musa alayhisalom qavmiga qarab aytadi, "Kim ichimizda shunaqa inson chiqib tursin bizdan? Duoyimiz ijobat bo'lmayapti. Alloh yomg'ir bermayapti. Yomg'ir yog'dirmayapti." Deganda haligi inson o'zi biladi-ku endi eshitgandan keyin. Silay rahmni uzganligini ichida o'tirgan odam darrov biladi, "Meni aytilyapti" deydi. Lekin shunday atrofga qaradi, hech kim chiqmadi. O'zi chiqishga uyaldi. Va shu joyda Alloh taolodan shu qadar tavba qildiki, qalban Allohim gunohimni kechgin, tavbamni qabul qil. Shu ishni shu yerda meni sharmanda qilmagin. Tavba qildim bu ishimdan. Borib shu yerdan chiqishim bilan borib o'rtamni isloh qilaman degan niyatni qildi. O'tar o'tmas, hech qancha o'tar o'tmas yomg'ir yog'di. Musa alayhisalom hayron bo'ldi. "Ya Robbiy, bizni oramizdan hech kim chiqmadi-ku.
Oramizdan chiqib tursin degandik. Chiqmadi-ku. U chiqmasa ham yomg'ir yog'dirding-ku deganda, u shu qadar tavba qildiki, men uning tavbasini qabul qildim. Va o'rtani isloh qilish niyat qildi. O'sha niyatini niyatini qabul qildim va sizlarga yomg'irni berdim. Mana bu joyda ham nimani olamiz desa, bu yerda ibrat shuki, bir odam arazlashib yurgan bo'lsa, duolari ijobat bo'lmas ekan. Siylay rahmni uzgan odam bo'lsa, mayli nima sabab bo'lganda ham o'zini duosini ijobat bo'lishini istasa, borib isloh qilishlik kerak ekan o'rtani. O'rtasini isloh qilib, birinchi bo'lib uzr so'ragan odam jannatga birinchi kiradi deganlar. Birinchi bo'lib. U bizda yuqorida aytganimizdek, Xudo buyurganini qilishimiz kerak-da. Xudo misol uchun Alloh taolo bizga, o'zimizga ham, unga ham buyurgani nima? Uzr so'rab, o'rtani isloh qilishlik buyurgan. Misol uchun menga ham buyurgan, unga ham buyurgan. Mana shu o'rtani isloh qilishlik buyurilganmi? Alloh taolo aytganini qilaylik. U qiladimi, qilmaydimi? Qiyomatda yuzimiz yorug' bo'lishini istasak, Alloh buyurganini qilib qo'yishimiz kerak ekanda. U bizni uzrimizni qabul qilishi, qilmasligi uning ishi. O'zi javob beraveradi. Lekin qiyomatda biz Allohning huzuriga borganda yuzimiz yorug' bo'lishligi uchun va shu gunohni azobiga duch kelmasligi uchun shu dunyoni o'zida uzr ma'zurni so'rab, orani isloh qilish uchun birinchi qadam tashlashimiz kerak bo'larkan. Ana shu orani isloh qilishlik yuqorida fazilatlarni eshitdik, fazilatlarni o'qidik. Qancha ulug' savob ekan. Allohning yo'lida infoq qilganni, Alloh taoloning yo'lida ko'p yaxshi ish qilganni, nafil ibodatlarni, nafil namozlarni, nafil ro'zalarni qilgani savobi 5 daqiqa ham ketmaydi borib. Uzr so'rab qo'yishlik uchun 5 daqiqa ham ketmaydi. Shu ishni, shuncha savobli ishni 5 daqiqaning ichida qo'lga kiritishimiz mumkin bo'lar ekan. Tashakkur domla. Shu silay rahm mavzusi juda katta mavzu, ayniqsa bugungi kunda ko'pchiligimiz uchun og'riqli mavzu desak ham bo'ladi. Endi shunaqa holatlar ham uchrab turishi mumkin. Qarindosh urug'i bilan aloqani uzoq vaqt uzib qo'ygan. Arazlashish emas, boshqa sabab emas, lekin ko'rishib turish, bir hol ahvol so'rab turish, umuman shu bir shunaqa qarindoshim bor edi degan holatgacha ham kelib qolgan holatlari, lekin ularni chalg'itib qo'yayotgan narsa farovon hayotlari, farzandlari, uy-joylari, shunga o'xshagan dunyoni ko'p arzimas matohlari ko'zlariga ko'p parda bo'lib qolmayaptimikan deb o'ylab qolaman-da. Farovon hayot kechiryapman, qarindoshim menga nima uchun kerak degan xulosalari bo'lib qolmayaptimikan? Misol uchun bunga bir misol tariqasida javob beradigan bo'lsak, Alloh namozni buyurgan. Nima uchun buyurgan? Amri bo'lgani uchun qilamiz. Allohning amri bajaramiz. Siylay rahm ham xuddi shunday amal. U seni farovon yashaysanmi, qiyinchilikda yashaysanmi, farqi yo'q uning uchun. Ya'ni Allohning amrini bajardi, siylay rahmni bog'lagan deb Alloh buyurdimi? Demak, bu buyruqni bajarish vazifamiz. Endi bu buyruqni dangasalik tufayli, boshqa sabablar tufayli yoki o'sha men unga ehtiyojim yo'q-ku deb turish, shunaqa holatda bo'lib turishlikdan nima qilishlik kerak? Qochishlik kerak. Misol dangasalik tufayli qilyaptimi? O'sha ishini yo'qotishlik kerak. Eng yaxshi narsa, misol uchun mana siz ham ota-onangiz yoshligingizda eslaydigan bo'lsangiz, biz ham eslaymiz. Yoshligimizda otamiz bilan yoki onamiz bilan u tog'amizni ko'rgani yoki xolamizni ko'rgani borib bir kecha uyda yotib, bolalar bilan o'ynab qaytardik. Hozir o'ylab qaraydigan bo'lsak, hayotimiz zo'r bo'lishi mumkin. Lekin Allohning bu imtihoni, zo'r bo'lgan hayot ertaga qiyomatda qanaqa hayot bo'ladi? Biz bugun hayotimizni zo'r bo'lishligi uchun mana siylay rahmni chiroyli qilib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Allohning imtihoni bo'lishi uchun bir odam umuman siylay rahmni qilmasdan turib hayoti zo'r bo'layotgan bo'lsa, u qo'rqish kerak. Nimaga? Chunki Alloh bu dunyoda berib qo'ygan bo'lsa, hali oxiratda shu ishlar uchun hisob-kitob og'ir bo'lishligi mumkin. Shuning uchun zimmamizda buyurilgan narsa siylay rahmni bog'lashmi? Mana shuni qilishlik kerak bo'ladi. Endi bu borada mana aytaylik, bir oyda bir marta qarindoshlar ko'rishib turishligi, ota qadrdonlar, ona qadrdonlar ko'rishib turishligi ham yaxshi ish. Faqat bunga endi isrofga o'tmasdan,
dabdabaga o'tmasdan, behuda mol sarflashga o'tmasdan diydor uchun borishligi, diydor uchun ko'rishligi, hech bo'lmasa shuni yo'lga qo'yishligi yaxshi ish. Misol uchun qarindoshlar bor, shunday qarindoshlar bor. Ota tomon qarindoshim, ona tomon qarindoshim deb turib, oyida bir marta yoki 15 kunda bir marta ko'rishib, yig'ilishib turishadi. Faqat bunda hali aytganimizdek dabdabadan qochishlik kerak. Dabdabadan. Diydor uchun ko'rishib turgani, shu ham aslida o'sha ishiga barakat beradi. Va o'rtada aloqalar tiklansa, farzandlar bir-birini taniydi. Misol uchun men bir kuni bir izdihomga, bir tadbirga olib ketyapti. Siz kim bo'lasizsan? Jiyanlariman, uzoqroq jiyanlariman dedi. Shu uzoqroq jiyanlariman degan yigitdan so'rayapman. Bu to'y qilayotgan odamni otalari hayotmilar, ota-onalari hayotmilar desam, ha hayotlar deyapti. Ismlari nima desam, bilmayman deyapti. Qarindosh otasini ismini bilmayapti. Nimadan deyilsa, o'sha biz yuqorida aytganimizdek, otalarimiz, onalarimiz qilgan ish bugun yo'qolib ketyapti-da. Misol uchun, bolangizni bir olib keling, bir bola chaqa bilan keling, bir mehmon bo'lib keting desa, bolalarning ishi ko'p deyapmiz. O'qishi bor, ishi bor deyapmiz. Lekin aslida shuni yo'lga qo'yishlik vazifamizda bugun. Yosh katta o'laroq, xonadon rahbari o'laroq haftada bir kun, misol uchun, yakshanba kuni dam olish kunimi, qani o'g'lim, mashinangni qo'yish. Bugun bir amakini ko'rib kelaylik. Biz shu qadar uzoqlashib ketganimizdan bugun amakini ko'rgani bo'lsak tinchlikmi deyapti. Tog'ani ko'rgani bo'lsak tinchlikmi deyapti. Nimaga? O'zim ko'rgani keldimsa, xo'p so'rayapti, bu nimadir bo'lgan bunda deb. Opam tinchmi? Akam tinchmi deb amaki tog'alar so'rashga o'tyapti. Ya'ni ketgandan keyin atrofdagilar shu qadar uzoqlashib ketdik-da, faqat shu bir musibat bo'lsa yoki biron bir sababidan boradigan bo'lib qoldik-da. Shuning uchun ham Payg'ambar alayhisalom haqiqiy siylay rahim qiluvchi deb uzilganini bog'lagan inson deganlar. Ya'ni borganda borib, kelganda kelib degani emas deganlar. Yoki haqiqiy siylay rahim qiluvchi, uzilib ketgan qavm qarindoshchilik o'shani tiklagan inson ana shu haqiqiy siylay rahim qiluvchi bo'ladi degan. Alloh hammamizga ham shunday maqomni bersin. Amin, amin. Tashakkur ustoz. Bugun to'g'risini aytsam, ayni dolzarb mavzu bo'ldi. Siylay rahim mavzusi, orani isloh qilish, bu bugungi kunda juda kerakli mavzu edi. Rahmat, bu shu mavzuyimizni go'zal suratlar, hayotiy misollar bilan yoritib berganingiz uchun Alloh taolo sizdan rozi bo'lsin. Ilmingiz bundan-da ziyoda bo'lsin. Ko'p yillar dinimizga xizmat qilishlik baxtini Alloh o'zi nasib etsin. Muhtaram azizlar, shuning bilan Juma suhbati ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Navbatdagi ko'rsatuvlarimizda yana uchrashguncha xayr deb qolamiz. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.